Muso, Fir'avni, titratgan haqiqat. Insoniyat tarixida shunday shaxslar borki, ularning hayoti faqatgina o'tmish emas, balki bugunimiz uchun ham saboqdir. Bugun biz Qur'oni Karimda eng ko'p zikr qilingan, Alloh bilan bevosita so'zlashgan buyuk payg'ambar Muso alayhissalom haqida so'z yuritamiz. Bu zulmga qarshi ko'tarilgan isyon, sabr va mo'jizalar dostonidir. Tug'ilish va Nil daryosidagi sandiq. Qadimiy Misr. Firavn o'z taxtini saqlab qolish uchun Banu Isroilning barcha yangi tug'ilgan o'g'il bolalarini o'ldirishga buyruq beradi. Shunday dahshatli vaqtda Muso dunyoga keldi. Onasining qalbini qo'rquv egalladi. Biroq Allohdan bir nido keldi. Uni daryoga tashla, qo'rqma va xafa bo'lma. Tasavvur qiling. Go'dak solingan sandiq daryo to'lqinlari uzra suzib borib, aynan dushmanining Fir'avnning saroyiga borib to'xtadi. Uni Fir'avnning solihi ayoli Osiyo topib oldi va u saroyda zolimning ko'z o'ngida voyaga yeta boshladi. Misrdan chiqish va Madyan safari. Yoshlik yillaridagi bir tasodifiy voqea sababli Muso Misrni tark etishga majbur bo'ladilar. Sahroning jaziramasida Madyan shahriga yo'l oladilar. Bu yerda u kishi kamtarona hayot kechirib, 10 yil davomida cho'ponlik qiladilar. Bu davr buyuk vazifa oldidan ruhiy tayyorgarlik va sabr maktabi edi. Tur tog'idagi suhbat va vahiy. Misrga qaytayotganlarida Tur tog'i yaqinida Muso alayhissalom bir olovni ko'radilar. Yaqin borganlarida esa butun koinotni titratuvchi nido keladi. Ey Muso, albatta men sening parvardigoringdirman. Shu kuni Musoga mo'jizalar, ilonga aylanuvchi aso va nur sochuvchi qo'l mo'jizasi berildi. Endigi vazifa esa dunyodagi eng katta zolimni hidoyatga chorlash edi. Fir'avn bilan to'qnashuv va sehrgarlar. Muso alayhissalom akasi Horun bilan Fir'avn qarshisida turib, Banu Isroilni qo'yib yubor, yagona Allohga iymon keltir dedilar. Fir'avn kibrlandi va mamlakatdagi eng kuchli sehrgarlarni to'pladi. Minglab odamlar ko'z o'ngida sehrgarlar o'z arqonlarini ilonga aylantirishdi. Ammo Muso alayhissalom asolarni tashlaganlarida u haqiqiy ajdahoga aylanib, sehrgarlarning barcha hiylalarini yutib yubordi. Haqiqatni ko'rgan sehrgarlar darhol sajdaga yiqilib, Musoning Rabbisiga iymon keltirdilar. Dengizning bo'linishi va xotima. Nihoyat najot kechasi yetib keldi. Muso alayhissalom o'z qavmi bilan dengiz bo'yiga kelganida orqadan Fir'avn qo'shini yetib oldi. Oldinda dengiz, o'rtda o'lim. Qavm umidsizlikka tushganda Muso sollallohu alayhi va sallam dedilar: Aslo, albatta Robbim men bilan, u menga yo'l ko'rsatadi. Aso dengizga urildi va suv tog'dek ikki tomonga bo'lindi. Muso va uning qavmi quruqlikdan o'tib ketishdi. Ularni ta'qib qilgan Fir'avn va uning lashkari esa suv ostida qolib ketdi. Muso alayhissalom hayoti bizga shuni o'rgatadiki, zulm qanchalik kuchli bo'lmasin, haqiqat baribir g'alaba qozonadi. Agar Alloh siz bilan bo'lsa, hatto daryo to'lqinlari ham sizga yo'l beradi.